Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda ushbu benzovoz sisternamizni obzor qilib beramiz va pritsepimizda nimaiki qulayliklari bo'lsa, birma-bir sizlarga aytib o'tamiz. Pritsepimiz 3 ta osdan iborat va tarasi 9 tonna. Ya'ni siz umumiy vес 40 tonnaga yetishingiz uchun 31 tonna yuk yuklash imkoniyatiga ega bo'lasiz. 4 ta atsekdan iborat va 4 ta atsekimizga 4 xil yoqilg'ini bir paytning o'zida siz olib borishingiz mumkin bo'ladi istalgan joyingizga. Pritsepimizda har bitta atsekini aralashib ketmasligi uchun orasida qilingan metallari shunchalik darajada sifatliligidan 1 yilga garantiya berilyapti. Ya'ni siz lyuboy yuk yuklaganingizdan keyin yoqilg'ini ushbu pritsep bir-biriga aralashtirib olmaydi. Bitta atsekiga 92-95 benzinlarni bemalol quyib ketaverasiz. Ushbu pritsepimiz 3 ta osdan iborat aytib o'tganimizdek, balon diskalarimiz esa 385 ga 65 R22,5 razmerlarda turibdi. Moslarimiz saf mosga eng yaqin sifatdagisidan yasalgan va moslariga ham garantiya bor. Birinchi mostimiz lentiyaga bo'ladi. Agar siz xohlasangiz zakaz bilan keltirib ham beramiz. Xohlasangiz ikkita mostini lentiyaga qilishingiz ham mumkin. Yoki bo'lmasam 4 ta osligi kerak menga deydigan bo'lsangiz, 4 ta oslik, birinchisi lentiyaga va oxirgisini lentiyaga qilib ham zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Zakazlar 40 kun ichida O'zbekistonga yetib keladi. Bemalol pastda ko'rsatilgan raqamdagi telefon qilib buyurtma ham berishingiz mumkin, hattoki rangini ham zakaz berish mumkin ekan. Pritsepimizni mos qismlarini aytib o'tdim. Polni podushkada pritsepimiz va lentiyaga, birinchisi lentiyaga. Xullas, ana endi sizlarga ko'rsatadigan joyimiz bu yuklangan yoqilg'ilarni qanaqa qilib to'kish joyiga ham yetib keldik. Bu yerda siz o'sha aytib o'tganimizdek 4 ta atsekdagi har bitta yoqilg'ini отдельно bitta-bitta tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Benzin zapravka, dizel zapravkada ishlaydigan akalar bu videoni tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Chunki eng yuqori sifatdagi benzin sotish uchun mana bunaqa pritsep kerak bo'ladi. Masalan, 92-95 markali benzin, 100 markali benzin va bittasiga dizel yuklagan bo'lsangiz, mana eng keraklisini qaysini tushirmoqchi bo'lsangiz, o'shanisini ochasiz, qolganlari yopiq turadi va mana buni ochadigan bo'lsangiz, birdan o'zi sizga o'sha istalgan yoqilg'ingizni to'kib olishingizga yordam beradi. Va undan keyin tigachimiz va pritsepimiz uchun alohida zapaska balonlari kerak bo'ladi bizga. Mana bu yoqda esa ikkita zapaska balon turishiga joylar qo'yib ketilgan va ularni mana bu kulch yashikka o'xshagan ochilib, bemalol zapaskani chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu pritsepimiz bezramli varianti. Agar siz xohlaydigan bo'lsangiz, ramali variantni ham keltirib zakaz bilan olib keltirib berishimiz mumkin. Va nalichida turgan pritseplarimizni ko'rish uchun Toshkentdagi adresimizga kelib, tomosha qilib, xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Pritsepimizni podushkasini boshqarish joyi mana bu yoqqa qo'yib ketilgan, juda ham qulay qilib va noshkalarini ham boshqarish juda ham oson va qulay. Bemalol kechqurun ham bu joyini bemalol topib kelib boshqarsangiz bo'ladi, yoki tushirib, yoki ko'tarib, yoki stopga qo'yib, qanaqadir sizlarga qulayliklarni keltirib chiqaradi. Pritsepimizning eng glavniy tomoni, bu pritsepimiz yong'inga xavfli, chunki har doim yoqilg'i tashiydi. Yoqilg'i esa yong'inga xavfsiz bo'lishi kerak va ikkita ограничитель qo'yib ketilgan. Ko'pincha pritseplarda bitta bo'ladi, bunda esa mana ikkita qo'yilib ketilgan. Va pritsepimizda bu yoqda havo shlankalarni ulaydigan joylari, undan tashqari yon tomonda anaqa svetlari va eng glavniysi ключ yashiklari ham qo'yib ketilgan. Bittasi zapaska uchun bo'ladigan bo'lsa, bittasi ключ damkratlarni yoki bo'lmasam kerakli buyumlarni ham bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Va yana bitta aytib o'tish kerak bo'lgan narsasi, bu pritsepimizning mana bu qismida o'zini shlankalari bo'ladi. Ya'ni o'sha siz yoqilg'ini yuklashda yoki tushirishda mana shu shlankalardan bemalol foydalansangiz bo'ladi. U o'zini zavodskiy shlanglari bor. Ikki tomonda ham bor. Marhamat, mana bu yerdan ochib, bemalol mana foydalansa bo'ladi. Yangi pritsep olib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hech qanaqa qo'shimcha bir nimadir qilishga muhtojlik sezmaysizlar. Hamma narsa o'zi tayyor holatda turibdi. Pritsepimizda eng qulay tomoni old va orqa qismida ham zinalari qo'yib ketilgan. Bu esa shofyor akalarga bemalol chiqib tushish imkoniyatini beradi. Xohlagan paytingiz oldidan, xohlagan paytingiz orqasidan ham bemalol chiqsa bo'ladi. Va eng muhim tomonini tepaga chiqsanglar ko'rsataman. Pritsep ustida yurish juda ham xavfli, bilasizlar. Ayniqsa qish kunlarida toyib ketish ehtimoli juda ham kuchli bo'ladi. Shuning uchun oyoq toymasligi uchun mana bunaqa metaldan ishlab chiqarilgan, menimcha alyumindan va yurgan paytingiz bemalol qorda, yomg'irda oyog'ingiz toymaydi.
Va undan ham muhim tomoni, mana bu tepadagi atseklarni har bittasi uchun отдельно o'sha tashlaydigan joylari va har bittasi qulflanadi. Eng glavnisi, har bittasining o'zining kalitlari, mana kelishingiz mumkin, ko'rsataman. O'zining kalitlari zavodskoy va bu kalitlari bilan ochib, yopib, qulflab, bemalol yuklarni yuklasanglar bo'ladi. Pritsepimizni hajmlariga keladigan bo'lsak, 2,5 metr eni va 360 balandligi, 11,450 bu uzunligi. Bemalol 4 metrlik mostlardan o'tib qaytib harakatlansanglar bo'ladi. Izaz brendi ostida ishlab chiqarilayotgan ushbu pritseplarni tomosha qilish uchun yoki xarid qilish uchun batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin yoki bo'lmasam Toshkent shahrida Sergelida joylashgan sotuv bo'limiga kelib batafsil ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Pritseplarga garantiya beriladi. Kelib, ko'rib, xarid qilinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan-da zo'r yangiliklar va yangi pritseplarni obzor qilib berishda davom etamiz. Charchamanglar, salomat bo'linglar.